Assalomu alaykum hurmatli Ishxon baraka yo'llarida obunachilari. Bugun biz aynan Xalqobod mahallasiga tashrif buyurdik. Xalqobod mahallasini endi joyini sizlarga sodda, chiroyli qilib tushuntiradigan bo'lsak, Xalqoboddagi o'sha ko'p qavatli domlarda yonginasi, ya'ni biqinida joylashgan. Umumiy maydoni 50 sotikdan iborat dokumenti turar qilingan joyimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu videoni aynan bir kishi emas, misol uchun bo'lib oladigan tanishlar bo'ladigan bo'lsa yoki biznes qilaman, uy qurib sotaman deganlar uchun ham ayni muddao. Misol uchun hozir kecha kunduzda kotej masalasi juda ham ko'pchilik bizlardan kotej so'raydi. Hozir aynan misol uchun biznesda to'la xo'jazinlarni pul tikib normalniy soqqa qilaman deganlarga domdan ko'ra o'sha vigitni, ya'ni o'sha 1,5 sotiklik mana shunday kotejlarni tashlab yuborsangiz, kakrasa mana domni tagida 1,5 sotiklik umumiy maydon 50 sotikka normalligini 1,5 sotiklik uylar tushadi. Yashayman degan, misol uchun juda ham katta joy kerak menga, o'sha mol qo'y boqib ferma qilaman deganlar uchun ham zo'r lokatsiya. Ya'ni sizni hech kim bezovta qilmaydi. Tinchgina mana bu yerdan fermachangizni qilib turib, xohlasangiz mana tayyor uchastka ko'tarilgan, akfa eshiklar qo'yilgan, suyagi tikka qilingan. Ko'rib turganingizdek, umumiy 50 sotikka barpo qilingan uchastkamiz tayyor holatda sotilishga turibdi startda. Tezlardan tashqari domlar va aynan o'sha siz aytgandek bir ikkita akalarimiz ham musofirda yurgan bir biznesmen akalarimiz ham bor edi. Shodiyor Baxtiyorovich misol uchun yaxshi bir lokatsiyadagi o'sha hamyonbop ketadigan, ertaga uy qurib sotsam ham ikkilanmay sotiladigan joy bormi deganlar uchun mana tayyor joy. O'sha aytganimdek 1,5 sotiklik kotej tashlash ham zo'r joy, lokatsiyasi ham, savdosi ham zo'r bo'ladi. Chunki hozir kecha kunduzda aytib o'tgandek 2 sotiklik kotej juda ko'pchilik so'raydi, lekin afsuski 2 sotiklik kotejlar yo'q Ishxonda. O'shaning uchun bu trendli joy bo'lib ketadi, savdosi ham yurishib ketadi. Gaz bor, misol uchun, svet bor, uzluksiz, dokumentimiz toza, yerimiz unumdor, imoratimiz bor. Endi bizlarda bonuslar juda ko'p. Men o'tgan videomizda 4 ta babachan qo'shib berdik 4 sotikka. Bundan keyin hozir bundan oldin yana bitta videomiz chiqadi, u Mid kollejda oldida unga bitta betonni qo'shib beryapmiz. Sizlarga bonusga agar kimdan mana shu uyni oladigan bo'lsa, mana daraxt, orzu daraxti bor ekan. Bu daraxtning nima karomati bor deyotgan bo'lsanglar, o'tindan boshqasiga arzimaydi, bir tenga qimmat.